Ey, menga bunchalik razvedkalarni tiqishni bas qil. Ko'ryapsanmi, juda qizib ketyapman. Zagruzkani teng taqsam bir kun portlataman. Ey, iflos bo'lganimizda bizdan foydalanishni bas qil. Avval bizni tozala. Aks holda qulog'ingda bakteriyalar ko'payib ketadi. Ey, sen internetni o'ldiryapsan. Keyin esa meni ayblayapsan. Shu sassiq noskilaring orasida bo'g'ilib ketdim. Meni o'chirmasdan uxlashni bas qil. Chiroq nuri melatonin gormonini kamaytiradi. Bu esa chuqur uyquni buzadi. Shuning uchun Bu qalin paypoqlaringni yechib uxla. Nega? Aks holda qon aylanishi buziladi. Uyqu sifati ham yomonlashadi. Yaxshi, men yechib qo'yaman. Ey, meni qisma. Infeksiya tarqaladi va yuzingda iz qolib ketadi.